Yaqindan buyon nurg'un kishilar Amerikaning 39 trillion Amerika dollarilik davlat zaimi sommasi bag'ansir ko'payib ketganiga qarab, pat arada Amerikaning davlat qarzi vayron bo'lib, iqtisod bardoshlik berolmaydigan bo'ldi deyishgan. Lekin amaliy natija undoq emas. Yana 2025 yil Amerikaning ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati 30 trillion 800 milliard Amerika dollariga yetib, dunyodagi ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati 30 trillion Amerika dollaridan oshgan birdan-bir davlat bo'lib qolgan. Shu yili davlatimizning ichki ishlab chiqarish umumiy qiymati 19 trillion 600 milliard Amerika dollariga yetib, Amerikaning taxminan 64% to'g'ri keldi. Bugun biz Amerikaning zo'r so'mliq davlat zaim besimini ko'tarib boshdan oxiriga ulab tushmaslikning to'g'ri qatlamidagi sababini haqiqiy tushunib boqamiz. İqtisodiy bilimlardan eng tez suratda bahramlaydisangiz, ustidagi agachgichlar to'pol kirib oling. Har qitimliq mazmun tunji bo'lib to'pqa yo'llandi. Shundaqlam sizning har bir mazmundan quruq qolmasligingizga kafolatlik qiladi. Bu andiza hargizmi odat kishilarningki pul qarz ilib qarz qaytarishidek oddiy ish emas, balki Amerikaning nihoyat uzun o'rinlashtirilgan butun dunyoga yuzlangan pul tepishdagi muqim o'ynash usuli. Yana bir davlatningki yuqori so'mli qarz tarafidan vayron bo'ladigan bo'lmaydiganligini hukm qilishda, uning jami qancha pul qarz bo'lganligiga qaramasdan, muhimi uning boshqa davlat yer shari bozorini qarz qaytarish besimini tang ustiga oldira olish, oldiranmaslikka qarash kerak. Odatda kishilar har oyda uy qarzi, inovatli kart qatorliq qarz besimini o'z ustiga oladi. Ammo Amerika egalik huquq davlat bo'lish sifati bilan qarz tanarxini dunyodagi har qaysi davlat har bir iste'molchiga chachadi. Mana bu uning qarzi ko'p bo'lsa-mu iqtisodining muqim bo'lishining eng yadroliq ishonchisi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin har qaysi taraqqiy qilayotgan davlatlar mustamliklarni egallash orqali mablag' to'plashga amalsiz qilib, asosan o'z zamin orqali ixtisos turki bo'lgan. Mayli Yaponiya, Koreya yoki Sharqiy Janubiy Osiyodagi davlatlar bo'lsin, mashg'ulot andisi asosan o'xshash. Yana fuqarolarni qarz ilib uy sotib olishga rag'batlantirib, kelgusi necha 10 yillik kirimni muddat turib bankga markazlashtirish orqali davlat bu pul bilan yo'l yasash, zavod qurish, sanoat asos silishni ishga oshirgan. Bu choraning unumi tiz bo'lsa-mu, ammo nuqsonlari nihoyat ro'shan bo'lib, mohiyati kelgusi iqtisodni oldin chiqim qilish. Agar kishilar uyga to'yinib, endi uy sotib olmasa, uy bozori kasatlashib, nurg'unlagan ishchilar ishsiz qoladi. Po'lat temir, sement qatorliq mahsulotlarning ishlab chiqarish iqtidori eshib ketib, fuqarolarning qo'lida iste'mol qilgudek pul bo'lmasa, o'z davlatining iqtisodiy g'oyat zo'r xatarga duch keladi. Ammo Amerika izchil boshqa davlatlarning bu iqtisodiy yo'lchiga tikilib qarab kelgan bo'lib, bu tashabbuskorlik bilan iqtisodiy kriz paydo qilmaydi. Faqat boshqa davlatlarning sanoatlashishini tamomlanib, davlat ichidagi qarz besimi oshgandan keyin fursatdan foydalanib, a'lo sifatli mulkni yig'ib olib, manfaat kerishadi. Nurg'un kishilardagi doim ko'riladigan yana bir xato tonish bo'lsa, aloqa tori va tor korxonalarini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirganda ishlab chiqarish iqtidori o'sishligini hal qilgan bo'ladi. Davlat ichidagi qarzni hal qilgan bo'ladi deb qaraydi. Amaliyotda bu usullar ancha aqmaydi. Chunki aloqa tori korxonalarining ko'pinchisi torda mulozimat qilgan bo'lsa, zo'r miqdorda sanoat ham materiallarini sarf qilmaydi. Shundaqla nurg'un sanoat ishchilarining ish o'rnatish masalasini hal qilolmaydi. Iqtisodni haqiqiy jonlantirib, davlat ichidagi o'shqi ishlab chiqarish iqtidorini sirtga chiqarib, chet eldan foyda ola oladiganlardan faqat avtomobil, paravot yasash, cho'ng tipdagi aeroplandan iborat mushu 3 turlik ig'ir sanoat mahsuloti bor. Bu 3 xil kasbning birlamchi, ikkilamchi kasb zanjiri intayin zo'r. Eksport iqtidori kuchli bo'lib, davlat ichidagi iqtisodiy besimni sirtqa setiladigan mahsulotga aylantirib, tam chechishga bo'ladi. Yaponiya, Koreya ayni yillari ig'ir sanoat eksportiga tayinib, shunday taraqqiy qilib ketgan. Lekin yer shari bozorininki ulush cheklik. Barliq davlatlar eksport qilsa, bahojiga yuz berib, foyda intayin to'g'ri bo'ladi. Bu yo'lda manganda bo'g'ma holatga duch keldi. Iqtisodni texnik taraqqiy qildirish intayin qiyin. Amerikaning eng zirak yeri shuki, ig'ir sanoat eksportining ichki raqobatiga asla qatnashmagan. Balki bevosita texnik yuqori qatlamga chiqib, butun dunyoga yuzlangan. Haq elish o'tkilni qurib chiqqan. Eng oddiy misol olsak, bir olmalikroq yon telefonninki qattiq detal tanarxi aram $400 atrofida. Ammo setilish bahasi $1000 oshadi. Ortiq chiqqan yuqori baho farqi davlat markaning o'rlagan bahasi va sistema patenti farqi. Amerikaninki 3-kasbida setildigini odatdagi mulozimat emas, balki kasb qoidasi, texnik patenti. Yer shari pul muomala raschot o'lchimini tuzish huquqi, yana tibbiy dori kasbiy o'lchimi va xalqaro pul muomala raschot sistemasini Amerika bekitgan bo'lib, dunyodagi har qaysi davlatlar savdo qilganchada korxona tijoratida bu qoidaga rioya qilish kerak. Bu butun dunyodagi emgakchilarning Amerikaga vositalik yordam qilib, zo'r so'mliq davlat zaimining tanarxini ustiga og'irligi barobar. Bundan boshqa Amerika dollari tashqaridan iborat bu bir yurish pul muomala vositasi orqali mol-mulkni yig'di. Ya'ni oldi bilan zo'r miqdorda Amerika dollarini besib butun dunyo taqdi tutdi. Har qaysi davlatlarning mulk bazasining o'rilishini ilgari surib, iqtisodiy ko'plikni shakllantirdi. Keyin tuyuqsiz o'sim qo'shib, Amerika dollari obrotini oziltib, har qaysi davlat bozorida mablag' kamchilik bo'lish, iqtisod tövallab a'lo sifatli mulkning bahosi zo'r darajada tushish ahvolini keltirib chiqardi. Ya'ni tovan baholiq Amerika dollari bilan boshqa davlatlarning yadroliq a'lo sifatli mulkini tez suratda sotib oladi. Yaponiya, Koreyaning iqtisodiy taraqqiyotining cheklanib uchrashdagi yadroliq sabab mustaqil, mukammal bo'lgan pul muomala, o'z oldiga ish ko'rish huquqining kamchilik bo'lganligida. Shunga Amerika tarafidan zo'r miqdordagi iqtisodiy foydasi yig'ib olingan.
Qisqa mezgildan qaragan chog'da Amerikaning bu bir yurish iqtisodiy yip halqisi yanada muqim aylana oladi. Yuqori so'mliq davlat zoyimini bevosita vayron qilish nihoyat tez. Lekin yiroq kelgusidan qaragan chog'da davlatimizning qad ko'tarishi bu bir yurish muqim andisini buzib tashlashi mumkin. Yana Amerikaning bu bir yurish urush andisini tushungandan keyin davlatimizmi buningga mos keladigan taqobil turish loyihasini tuzib chiqqan bo'lib, bu loyiha jami 3 turlik. Birinchidan, amaliy iqtisodning asosini puxta muqimlashtirish. Ya'ni Amerika uymilik bozorida krizis yuz berib, to'van bahoda uy bahosini tushirishni saqlamoqchi bo'lsa, davlatimiz tashabbuskorlik bilan uy bahosini muqimlashtirib, ortiq mablag' o'shiqcha ishlab chiqarish xizmatlarini yangi energiyalik avtomobil, kiymsozlik, davlatimiz ishlagan cho'ng aeroplan qatorliq yuqori texnikalik yasimchilik kasbiga yetaklab, amaliy sanoat mahsulotlarini eksport qilishga tayinib, chet eldan haqiqiy foydalanib, pul muomalashlariga manbadan taqobil turdi. Ikkinchidan, Amerika monopol qilib olgan qoida to'saqni buzib tashlash. Ya'ni davlatimiz qarshi taraf bekitgan o'lchamga butunlay beqinmay, o'z oldiga yangi sistema barpo qilgan bo'lib, yettikan yulduz yo'l boshlash sistemasi, 5G xabarlashish o'lchami, xalq puli chegara olqigan rasyo sistemasi, davlatimiz ishlangan sun'iy aqliy iqtidor kasbi qatorliqlar mos qadamda kuch chiqarib, dunyodagi davlatlarga bir tanlashni ko'paytirib berib, Amerika dollaridan mustaqil monopol qilishi ilib kelgan qo'yma pul beji foydasini taraqqiy ojizlashtirdi. Uchinchidan, davlat ichidagi darajadan tashqari cho'ng bozorningki ichki ehtiyoj afzalligidan cho'nqur qizish. Ya'ni davlatimizning eng cho'ng afzalligi 1 milliard 200 million noposliga birlikka kelgan cho'ng bozor bor. Shunga xalqning kirmini oshirib, ko'pchilikni iste'mol qilish jur'at qila oladigan, iste'mol qilishni xohlaydigan qilib, davlat ichi iqtisodiningki ichki aylanishni rivojlantirsa, tashqi iqtisodiy muhitda davolg'ish bo'lgan taqdirda davlat ichi iqtisodi muqim yurishaverdi. Bu xil ahvol ostida odatdagi kishilar birinchidan barliq mulkni qayta uy mulkiga aylantirib o'tmaslik kerak. Chunki kelgusidagi boylik taraqqiyotining fursati yuqori texnikalik yasimchilik, oldin qatordagi fan texnika aloqador sohalarga markazlashgan. Ikkinchidan, o'z davlatining iqtisodiy taraqqiyotiga, xalq puli va davlat iqtisodining asosiy ahvoli bo'lgan ishonchni saqlashga davlatningki taqobil turish loyihasi nihoyat muqim. Ishonchlik bo'lishga oqilonlik bilan muomala qilish kerak. Uchinchidan, shaxslar kasbiy iqtidorini uzluksiz o'stirish kerak. Cho'ng davlatlar raqobatlashayotgan cho'ng muhitda o'zining qattiq amaliy kuchi xatarga taqobil turishdagi eng yaxshi vosita hisoblanadi. Amaliyotda davlatimizdan Amerika o'rtasidagi raqobat, o'zak texnikasi, tamojni bejijatga qarshilish bilan cheklanib qolmagan. Haqiqiy raqobat yadrosi kimning kelgusi dunyo iqtisodining yangi qoidasini tuzib chiqa olishida. Amerikaning hozirgi bosqichdagi afzalligini obyektiv e'tirof qilish hargizmi qarg'ulacha o'zini kamsitganlik emas, balki boshqa davlatlarni qarg'ulacha maqtab ko'tarish, qarshi tarafning iqtisodiy andisining mohiyatini aniq ko'rolmaslik eng cho'ng xatar. Raqibningki taktik usulni aniq ko'rib, o'zining taraqqiyot yo'lini to'g'ri tepib, puxta qadam bilan olg'ilgirlash eng muhim ish. Bu yo'l garchi uzun bo'lsa-mu, lekin yo'nalish to'g'ri. Shunga kelgusini kutishga arziydi. Undaqda bu qitimli temamiz mushada oxirlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz bir tal yurak berib, meni qaytib biling. Texim yaxshi bo'lgan mazmunlarni sizlarga davomli yo'llab turaman.